Hal qilamiz. Muammo emas. Faqat bitta shartim bor. Shef, Hasanboyni olib ketayotgan mollari qo'limizda. Nima gap, chandiq? Molni tekshir, boshing bilan javob berasan. Hammasi joyda, bu ish juda oson bo'ldi. Salom Beg'zod aka, bir muammo bor. Yordamingiz kerak. Hozir borib batafsil tushuntiraman. Hammasi tushunarli Abdulloh. Bu jinoiy guruhni taniyman. Ular juda xavfli guruh. Men olib ketayotgan yuk ballonlar edi. Oddiy mashina ballonlari. Ularga nimaga kerak bo'lishi mumkin? Bu guruh qora dori savdosi bilan shug'ullanadi. Aftidan ballonlar ichida shunday mahsulot bo'lgan. Assalomu alaykum Nodirboy. Yaxshimisan? Abdulloh jinoyatchi bilan muammo tug'ildi. Hal qilib bera olasizmi? Hal qilamiz. Muammo emas. Faqat bitta shartim bor. Keyingi qismda Nodirboyning sharti Abdullohni hayratda qoldirdi. Bizni kuzatishni davom eting. Mehnatimiz uchun obuna bo'lish va yurakchani qizartirib qo'yishni unutmang.